lekin va navbatda yangi biramiz bitdi. Xudo chetkasi yo'q holatda sinab ko'ryapmiz. Qalin maka qo'yadi. Navbatdagi apparatimiz tayyor bo'lib yetib, sinov jarayonidan o'tdi. Birinchi juvora boya chiqardik. Shunday holatda bunisi bilayimda keladigan maka boya, hali nami bor, qurimagan. Mana shunday holatda maka boyalarimiz bo'lsa zo'r. Endi shunaqangi Nursabdan bitganimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.